Assalomu alaykum do'stlar. Yaxshimisizlar? Xudo xolasa do'stlar, cho'jalarimizni bundan oldingi partiyani sotib oldik. Yana ashi joyi tozalab, dezinfeksiyalab yangi partiya tashlab oldim. Oqlariga e'tibor bermaysizlar. Oqlari garchi o'zim uyimga boqqani jers tovuqlar, rangli tovuqlar bor, shulardan. Bu yoqda g'ozlarim ham bor. Ko'ryapsizlarmi do'stlar? G'ozlar, mana shu g'ozlar 3 kunlik bo'ldi. G'oz jo'jalari katta bo'lar ekan. Ani o'ldi, uni invalidet o'lib qoldi. Joy jannatdan bo'lsin. Do'stlar, jo'jalarimiz xudo xolasa 1 kunlik bo'ldi mana. Kimgadir kerak bo'lsa, bundan oldingi partiyalarimni sotib oldim. Ya kimgadir yana 17-18 kilo cho'jalar kerak bo'lsa, bemalol aloqaga chiqib bitta odamga biznes qilaman degan akalarimizga jo'natib qo'yasizlar. Bitta odamga sotiladi. 17-18 kilo qilib sotamiz akalar. Vaksinalar qilingan tuxum yo'nalishiga tayyorlab beramiz, xudo xolasa inshaalloh. Mehnatimizni qadrlab, like bosib, obuna bo'lib qo'yasizlar akalar. Cho'jalar go'zalligini qaranglar, yugurishlarini qaranglar, mashalloh. Obuna bo'lib qo'yishingiz chiqmasin.